vaqtlarda o'yinlarda ming bor uni so'rayman. Agar bankimizni Twitter mahsulotlarini aytib beraylik. Agar bankimizni biznes qaror qilish uchun juda kerak bor. Tadbirkorlik rivojlantirish maqsadida 100 milliongacha instalov beramiz. Aylanma mablag' bo'lsa, hisob raqam ochilgan bo'lsa, eng kamida yoki bir aylanma mablag' bo'lgan bo'lsa, 100 milliondan yuqoriga talab qilsa beradi. 1 milliard, 2 milliard. Aylanma mablag' yo'q kengaytirsa, tadbirkorlik rivojlantirish yo'nalishida 100 million instalov beradi. Bundan tashqari naqd bilan direktor 6 oylik mablag' bor ekanmi? Biz o'zingizlar misol ta'minotchilar bo'lganimizda futbolchilar bor deydi, ya'ni jihoz sotib olishdi, ya'ni mebelchilar narsa sotib olishdi, o'zingizlar hisoblagan kunlar bo'ladi. Jihozlar bermasliklar bundan tashqari mahalla ro'yxatiga agar vaqtingizda 50 million so'm. Biz chetda ishlamaymiz yoki kim bor chetda ishlamaydi, mahallada bekorchilik, yurgan islohotlar 50 million so'm mahalla ro'yxati uchinchi shaxs kafilligi bilan. Ya'ni shu shaxs kafilligi davlat tashkilot ishlaydi. Budjet tashkilot xodimi ishlamaydigan fuqaro shaxsga taqdim bo'ladi 50 million so'm bo'ladi. Foizlar qanaqa desanglar, foizlari 25%. Keladi, shaylarchi 23%. 5 yilga beradi. 2 yil davri bor. Misol uchun ayollarning 3% oladigan bo'lsa, 2 yil 980 million topadi. 2 yilga 6 million, 2 million oltidan tushib kamayib boradi. Bundan tashqari 17 million. Oddiy xalq ko'tarib, misolda olib turib qo'ygan. Biz